to'xtovsiz tez uradi, Tez bir qadamga ham yurolmay qolaman. Xo'p, o'zi sizni o'zingiz shikoyatlaringizni ayting. Nima ritmidan chiqib ketganligi sizga qanaqa qilib belgi beradi? To'xtovsiz tez uradi, Tez bir qadamga ham yurolmay qolaman. Ha? Yursangiz tez yurganini bilyapsiz. Mana 2 kundan beri ishib ketdim, 3 kundan beri qornimdan bo'lib ishib ketadi, betlarim, qo'llarim hamma yog'im ishib ketadi, oyog'im. Qarang, yursangiz, harakat qilsangiz, masalan, qo'lingizda birorta yuk bilan yursangiz, 5 kilo, 10 kilo ko'tarsangiz, hansirab charchash, havo yetishmaslik bormi? Hansirab qolyapsiz. Qancha bo'ldi bular paydo bo'lganiga? 9 yildan beri. 9 yildan. Kunlar maysalarda yotib, lichenalar olgansiz-a? Dorilarni ichib turasizmi yo o'rtada notartib ichib qo'yasizmi dorilar? Bir xilda dori ichasiz. Bo'ldi, uni biz ko'rib olamiz. Endi qarang, ota-onangizda qon bosimi, yurak kasalligi bo'lganmi oilada? Yo'q, dadam hech qachon kasal bo'lmagan. Onangizda ham bo'lmagan. Opa-singillaringiz-chi? Bo'lgan, aslo bo'lgan. Opa-singillaringiz-chi, aka-ukalar? Hech kim shikoyat qilmaydi? Yo'q, ulardan hech kim kasal Shikoyat qilmagan. Boshqa nima kasal bo'lgansiz? Yo'q, hech qanday kasal bo'lmagan. Faqat ana yuragingiz bo'yicha davolab turgansiz. Davleningizga necha yil bo'ldi? 160 90 ham bo'lib ketyapti, 200 ham bo'lib ketyapti. Davleningizga dori ichyapsiz hozir? Ramlat ichaman, yana qanaqa deydi? Qo'ysiz. Qanaqa dori ichaman? Chiqildori, kelilarni berishadi. Yaxshi. Boshingizni qo'yib bemalol yotalyapsizmi yoki havo yetishmaslik bormi? Havo yetishmay qolyapti. O'tirib olib, maylarim ochmasam, umuman nafas ololmayman. Yaxshi. Xola qarang. Sizda qon bosimi bilan yurganligingiz hisobiga yurakning mana bu chap qismi kengayadi. Bu zo'riqib ishlaydi. Asosiy kuch bilan ishlab qonni otib beradi. Endi qon bosimingiz ko'tarilmasligi uchun dorilarni doktor yozib bersa, vaqtida ichsangiz dorisini. Lekin davleningiz ko'tarilayotgan bo'lsa, siz doktorga bog'lanishingiz kerak. Uka yoki singlim, bu dorini ichgandan keyin yana bezovta bo'lyapman. Davlenim ko'tarilyapti, aytganingizni qilyapman. Men yana nimaga e'tibor qilishim kerak deb siz unga bog'lanishingiz kerak. Qachondir ta'sir qiladi deb kutib yurmasligingiz. Keyingisi, hozir siz aytayotgan dorilar ravnatin ichishingiz, panangi ichib yurishingiz bu yetarli emas. Bu qon bosimingizga, yuragingizga ham ta'siri yo'q buni. Siz 24 soat davomida qon bosimingizni bir xil holatda ushlab turish uchun o'zini guruhi holatingizda dorilar bor. Shularni to'g'ri ichsa sizda muammo kamayadi. Notartib ichadigan bo'lsa sizda o'zgarish bo'lmaydi. Yana shunaqa davolanib, yana hansirab shunaqa holatda yuraverasiz. Nimaga dori ichaman desangiz, qon bosimining ko'tarilmasligi uchun, miyada, ko'zda, yurakda muammo bo'lmasligi uchun siz dorini to'g'ri ichishingiz kerak. Timiz ko'rga chaqirmasligingiz kerak, bansada yotmasligingiz kerak. Yaxshi o'zingizni holatingizda yurishingiz uchun siz dorilar to'g'ri ichishingiz kerak. Endi hozir sizni yoshingiz bemalol o'zingizni harakatingizda ishlaringizni qiladi. Bemalol siz qayerdir boradigan bo'lsangiz, borib to'ratga boradigan bo'lsangiz, bemalol borib ishlaringizni qiladigan holatdagi yoshlasizda. Siz qarib 80 ga kirib olmagansizda. Yuragingizni holatini yaxshilashtirishimiz uchun biz hammamiz teng harakat qilishimiz kerak. Nima zarur bo'lsa tanlab berishimiz kerak. O'g'ringiz nimadir kerak bo'lsa shu dorilarni vaqtida qilib berish kerak. Siz doktor aytgan narsani vaqtida qilib, vaqtida ko'ringani kelishingiz kerak. Sizni qachondir 1 yil oldin qaysidir doktor ko'rgan bo'lsa, 1 yilgacha shu aytilgan dorilarni ichib yurishingiz bu noto'g'ri hisoblanadi. Demakki, bugun yozgan dorim 10 kundan keyin, 1 oydan keyin sizni holatingizga qaysidir dori yordam bermayotgan bo'lsa, men uni siz bilan gaplashib yoki sizni tekshirib, yurgizib ko'rib, to'xtatadigan to'xtatishim kerak yoki davom ettiradiganingizni men davom etkazishim kerak. Shunda muammo kamayadi. Sizniki buni qiling. Qachondir siz doktorga ko'rinasiz deydigan emas, o'ziga qattiqroq e'tibor qiling. Sizni oldingidaqa yoshligingiz emasdan hozir. Shunda muammo kamayadi. Sizdaqa kasal nihoyatda ko'p. Lekin e'tibor qilib yurib, vaqtida nazorat qilayotganlar maysaga yotmayapti, skori chaqirmayapti, birovga muhtoj bo'lmayapti. Davlat ishxonalarida ishlab yurgan kasallarimiz bor. Yaxshi yurishibdi. Faqat sizdan bitta iltimos bo'ladi, dorilar vaqtida ichishingiz kerak. Men nima dori ichasiz, qancha yo'l yurasiz, nima ishlar qilasiz, nima ovqat yeysiz, hammasigacha yozib beraman. Shunda muammo kamayadi.